Hayotga oldingi oynadan qarang, orqadagi emas. Doim ko'proq harakat qiling. Poyga otlari bir necha santimetr farq bilan o'zib ketishi mumkin. Ko'plab odamlar pullari tugashiga ozgina qolganda hisob-kitobni boshlashadi. Boshqalar esa vaqti tugay deb qolganda vaqtga e'tibor qarata boshlashadi. Orqaga qaytib hammasini o'zgartirish ilojsiz, ammo boshlagan nuqtangizdan qayta boshlab, nihoyani o'zgartirishingiz mumkin. Muvaffaqiyat istagan odam eski yo'llardan qayta yurmaydi, balki yangi manzillarni sinab ko'radi. Ko'pchilik odamlar o'zlari topmagan pullarni o'zlariga foydali bo'lmagan maqsadlarda, o'zlari yoqtirmaydigan insonlarga yoqish uchun sarflaydilar. Bu xatolarni takrorlamanglar. Muvaffaqiyat siri odatiy narsalarni noodatiy yo'llarda bajarishdir. Nimani so'rashga jur'at topsangiz, hayot sizga shuni taqdim etadi.